birinchigacha o'xshamadi. Hali boshlanmasdan bo'shanib qo'ydim. Xo'sh, bemor. Sizni nima bezovta qilyapti? Qanday gap boshlashni bilmayapman. Nima deyishga hayronman. Uylanganimga hali ko'p bo'lgani yo'q. 3 kun bo'lyapti. O'sha o'zi chimildiqda Bo'ldi, tushunarli. Sizni gapingizni tushunganday bo'lyapman. Birinchi kecha o'xshamadimi? o'xshamadi. Birinchigacha o'xshamadi. Menga bir vaziyatni birmuncha tushuntirib berasizmi? Nima bo'ldi? Qanday tushuntirsam? Tabiiy ereksiya bo'ldimi? Tabiiy ereksiya bo'ldi-ku, lekin hali boshlanmasdan bo'shanib qo'ydim. Ikkinchisiga xohish bo'ldimi? Yo'q, ikkinchisiga xohish bo'lmadi. bo'lmadi. Bunday holatlarga birmuncha omillar bor, psixologik omillar, biologik va boshqa omillar bor, lekin asosiy sabablaridan 3 tasi bor. Bu prostata bezining shamollashi, bu xalq tilida prostatit deb aytiladi. Olat boshchasini haddan ziyod sezgirligini ortib ketishi va psixologik stresslar, boshqa sabablar bo'lishi mumkin.